qilasiz. Shu mashinada Şoförlük faqat shunday bu. Setish kasbi yoki setishga oid bir xizmat o'rnida ishlab boqqanmi? Qamashmagan. Bularning xizmat qabul qilish talabi bak yuqurmi qandaq? Qanday qilishim kerak? Qanday qilishim kerak? Shuna qilay. Bizning ichki qiyofatimizda masala yo'q. Mushu tashqi qiyofat azroq masalavatda. Mana qiyofatni o'ngishilib oldi. To'g'ri. Mush boshqalar tiris desa, nima gapki desa, asli tiris degan bo'lsa, pachak degan gapga asli. Mush holatimizni hozir. Mush 4 dona otni so'ranmaydi. Eshakku oti so'ranmaydi. Bir amal qıpılarını yola silişim gerek. Anlaşmagan. Adam başlamak nımanda tersi deymen. Beyazın işine kanlaştırıp kılanmagan. Sizler bu hizmet imtihanı qatnaşqılık kədənliği o qaçan? Şunda. Şunda. Desem demesem sizler meni tunumudanlar qaçan, şunda mı? Onda bo'lsa men sizlarga o'zim tunishib o'sam, men mush kechini kunduzgi ulab, 6 vaqt vaqt qayerga 3 vaqt vaqt yeb. Men bir mo'chada pul yig'ib, men bir jabhada mush shirkatni qurgan. Shundaqla mush shirkatning bosh lideri Badir bo'laman. Ayorima. Xo'sh, ukam, sizdan so'rab baqsam, siz qaysi oliy maktabni bitirgan? Chinxuada shuni bitirgan. Yaxshi. Siz-chi singlim? Siz qaysi oliy maktabni bitirgan? Sejingda shuni bitirgan. Afkam, sizcha siz qaysi oliy maktabni bitirgan? Şinjanda shuni bitirgan. Yaxshi. Hammanglar bir-biringlarni qilishmaydigan yaxshi maktablarda o'qib ekansizlar. Sizdan so'rab baqsam, ukam, siz qaysi kasbda o'qigandingiz? Setib chiqarish kasbida o'qigan. Nima? Sig'ib chiqarish? Yo, setib chiqarish kasbida. Mana demamsiz, setib chiqarish demamsiz. Siz mushu shahardinmi? Yo'q, men Qog'iliqdan keldim. Nima? Siz shuncha yiroqdan xizmat izlab mush xotanga keldingizmi, ukam? Shundoq. Kechiring, ukam. Shirkatimizga sizni qabul qilolmaganmiz. Nima ishqa maddaga naq maydon imtihon qatnashmagan tursan? Ukam, siz mushu ishni kiygan chog'dalam imtihon boshlanib bo'lgan. Uning ustiga siz bu yerlik emaskansiz. Siz ma xotinning umumiy ahvolini pishiq bilmaysiz. Shundoq-ku? Shundoq. Belli. Ma shirkatimizda ishlaydiganlarning xotinning umumiy ahvolini pishiq bilishi, kasbga pishiq, ishchan, aqlli bo'lishi kerak. Qarasam sizda bu ahvolning birsim yo'q. Kechiring, ukam, sizni qabul qilolmaganmiz. Bu sizning qisqagina tarjimalingizmi? Shundoq meniki. Bah. Siz nurg'ulg'an shirkatlarda qaltis ishlab ekansiz-ku. Ismingiz? Ismim Zulfiqor. Anlab turing enim. Shirkatimizga sizdek odam lozim emas. Demakchi bo'g'ingizni tushundim. Anda o'zman qaytqash turay. Faqat to'xtab turing. Ma qisqagina tajribalingiz bizda qolsin. Agar sizga ehtiyojim tushgudek bo'lsa, biz siz bilan aloqalashsak qandaq? Ma'qul bo'ldi. Ma'qul. Ma'qul fikrmansiz, avaylab mangasiz.
Xo'sh, ma ikkinglar nereden bo'lasizlar? Xotandan. Menmi Xotandan. Xotandan danglar. Bayan ma ikkinglar toza quloq solib anlamagan o'xshaysizlarmi gapimga? Ma bizga kasbi pishqon, ishchan, aqlli xodimlar kerak. Biroq sizlarda bu ahvollarning birsimi yo'q. Qarsam qasqaq tizgan mo'midek o'tirib ketinglar bu yerda. Baldir tuzuram. Bu yerda o'zingizning vaqtingni isrof qilmay qaytib qolinglar. Ana, ni oliy maktabda o'qiganlarni bizga o'xshash qarqosoqlar bir amallarni qilib chiroyli yo'qsab qo'ydik. Ha. Omad kes qo'sh kepti degandek bu omad mana ustimga ham keladi desa. Ana ma shirkat meni qabul qilmay faqat amal yo'q. Mana tarjimalarimizni hal oldi. Ahvolimizni bir qator ko'rib chiqdik, tafsilotini. Endi qolganini biz siz bilan aloqalashsak qaytib tursangiz bo'ldi. To'xta. Zulfiqar. Siz faqat to'g'ri emas ya. Voy, buningga amal var. Ne amallarni qilgan biz? To'xta. Agina to'xtab tur. Qanday dishim tijliqmi? Tijliq. Qanday dishim qabul qildimi? Ya qabul qilmadi. Bo'ldi, eshitmadim men. Biz təşviqat qılğan vaxtımızda ali məlumatlı buluş gerek, xizmətin azlıq təcrübəsi buluş gerek. Yaş çəkdiyimizdən mən iniq əskərtib uçurda qatqan tuzaq. Bu kəgəllərinin birisi çoğ, birisi kiçik, birisinin qılçilik xizmətdən xəvri yox. Bo'ldi, chechilmanglar. Nava saqlab qo'yganlarning bir ikkisi bor. Ularning birasi yo'q chiqmasa ajab emas. To'g'ri. Kəgəllərdən çıxıb çıxmaydı degan olmaydı. Keyingisi? Mana. Ayolima. 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 Bek set oldu. Ben özümde tanıştırıp etsem. İsmim Bahadır. Bu benim kısqını tercümalim. Bu tercümalığınızın mühim yerleri yok ki. Doğru. Manda gap qalam. Bayam yolda kelib atsam, bir kichik bola uchib qoldi. Qolmasam bo'libdi-ku u kichik bolaga. Munda qolg'idek qolsam, ma bolaning ilgikim bo'lsa chiqib qapti. Ma botliga qolsangiz, ko'nglingiz elishqan. Ko'p. Ayolima. Şunun bilan yordam qilay deb mayonjuqnaq turibman. Bir tazil qog'oz topolmadim. Şunun bilan qo'limda tayyor qog'oz olgan ekan deb shuni azroq yeyib, bolaning bo'lisini aytib qopdi-kanman. Şunun bilan shunday qoldi. Mundaqdan boshqalarga yordam qilish isil fazilatdir. Bo'ladi. Bu yoq bizning shirkatning bosh lideri Qaysarjon bo'ldi. Men yordamchilida Shirali. Tanishganimdan xushalman. Mayli. Bu ne demesem bo'lmaydi. Bu tercümal intayin az uchraydigan kishiga cho'nqur ta'sir qoldirgan tercümal ekan. Rostini aytganda bu xil tercümallar bizning oldimiz kamdan kam uchraydi. Mana gap qaram. Bu bir oddiy qog'oz. Agar shirkatda men loyihaga xizmat bo'lsa, bu oddiy qog'ozga qarab o'tirmay, mening amaliy sheriklarimga qarishingiz kerak. Qanday dedim? Qaldes. Bizga mana dal sizga o'xshash ixtisosli egallar kerak. Xo'sh, qani sizdan bir qancha savol so'rab baqsam? Qani so'ram.
Sizden so'rab baqsam, sizning bugungi yuzran imtihoni qatnashdiki, asosli maqsadingizni bilib baqsaq bo'lamdi. Ha, shu xizmat izlab keldim. Nimishki bizning shirkatga kelib xizmat izlashni tanlab qoldingiz? Chunki xizmatim yo'q, shunga keldim. Buni tushundim. Sizning xizmatingiz yo'q bo'lganligi uchun shuni xizmat izlab keldingiz. Lekin nima uchun bizning shirkatni tanlab qoldingiz? Chunki sizlarning shirkat xizmatchi qabul qilib o'tibdi. Ha, shu sizlarning shirkatga keldim. Xizmatchini hamma shirkat qabul qildi qarang. Nima uchun boshqa shirkatlarni tanlamay bizning shirkatni tanlab qoldingiz? Shu hamma shirkatni tang tanlag'olmasa, shuni uchun meni tanlayman. Shu ikki shirkatda tang ishlayolmaysiz. Bizning shirkatni tanlashdagi asosiy maqsadingiz zodi nima? 哎呦我的妈！ Mandali so'ray sizdan. Kelsiz qaysi birimda ishlamoqchi? Setib chiqarish kasbida o'qigan. Ha, men setib chiqarish kasbida o'qigan. Shunga setish bilimiga kiraymi-ki? Ha, savol deganga menda javob bermamdi. 哎呦我的妈！ Sizdan so'rab baqay. Mubada siz setish bilimimiz kirgandan keyin setish bilimida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Ha, shu mal setish bilimida xizmatchidan yana birisi ko'paydi. 哎呦我的妈！ Siz tushunmayapsiz. Meni demoqchi bo'lganim, kon xizmatchilar bilan sizdek yangi xizmatchilarning setish bo'limida birga ishlash jarayonida qanday o'zgarish farq bo'ladi demoqchi. Ha, albatta mal setish jihati o'xshamasligimiz bor. Unda o'z deb baqma. Setish jihati zot nari o'xshamaydi. Ha, boshqalar shirkat chiqargan mahsulotlarni, ha, uydirib sotgan bo'lsa, men o'ldirib bochi sotaman. 哎呦我的妈！ Ha, bo'pti, deb baqma. Unda bo'lsa nima sotmoqchi? Shirkat sotaman, shirkatni olmasa, bozor yasliga chiqibdi, sotaman. 哎呦我的妈！ Unda bo'lsa, shu shirkatdan elib chiqqan mahsulotlarni boshqalar nima deb sotmoqchi? Ha, shu elinglar deb sotaman shu. 哎呦我的妈！ Nima deydi ma'qul? Qaylanma mana shu kim meni xizmat formam ya? Oy, raskan qo'yma, glastik misoldan ko'ynakmi shu? 哎呦我的妈！ İşte misoldan nima?